Said degan bir kirakash bor ekan, faqat kuni kirakashlik bilan o'tar ekan. Kuni kirakashlik bilan o'tar ekan. Sharoiti sal o'rtahol, og'irroq ekan. Shundan bir kuni ayol maslahat beribdi. Aytibdiki, xo'jayin, adasi mashinangizni g'ildiraklari yeyilib qolgan. Qishgacha bir harakat qilish kerak. Er aytibdiki, Said aytibdiki, kirakash, nima maslahat berasan? Xotin debdi. Siz har kundagi o'sha ishlagan pulingizdan menga 10 mingmi, 20 ming berib tursangiz, men uni olib saqlab, to'plab, qishga yaqin o'sha mashinangizga bir balon, 4 ta balon olamiz. Yana inshaalloh yana o'sha hayotimiz ketadi. Agar mashinangiz buzilsa, bizning sharoitimiz og'rib qoladi, xo'jayin, deb unga ma'qul bo'pti. Said degan o'sha taksistga ma'qul bo'pti. Shunda har kuni ishlab kelib, o'sha pulini berar ekan. 10 ming, 20 ming berar ekan. Kunlardan o'tib, 3-4 oy o'tib, qish yaqinlashganda o'sha to'plagan pullarni olib kelib sanasaki, 4 ta balonni puli chiqib qopti. To'planib qopti. Shunda xursand bo'lib, ayoli o'sha qog'ozga o'rab, "Mana xo'jayin, mana bu pullarni oling-da, borib 4 ta balon oling mashinangizga." Shunda xursand bo'lib, Said ham o'sha pullarni bardachokka qo'yib, kerak o'sha kuni mijozlar ko'payib ketib, balon olishga vaqti bo'lmabdi. Bozorga borishga vaqti bo'lmabdi balon olishga. Shunda xuftonni o'qib, undan keyin masjidda xuftonni o'qib, jamoa bilan chiqib, mashinasiga minib endi ketmoqchi bo'lgan ekan, mashinasi derazasini kimdir taqillatibdi. Shunda qarasaki bir ayol derazasini tushiribdi sekin. "Ha, nima xizmat?" debdi. Ayol aytibdiki, "Alloh uchun bir yordam bersangiz, uyimda 4 ta yetimim bor. Qiynalib qoldik. Yaqinda erim dunyodan o'tdilar. Bir tayin ish topa olmayapman. Bolalarim qiynalib qoldi, och qoldi. Men o'zi tilamchi emasman. Birinchi marta chiqib majbur bo'lyapman. Shunda Alloh uchun bir yordam bersangiz" debdi. Shunda bardachokni ochib, o'sha 4 ta balon oladigan pulni, 1 yil to'plagan pulini berib yuboribdi. Shunda berganda u ayol aytibdi, "Bu ko'pku, bu ozginasi yetadi. Ko'p berdingiz" debdi. Shunda aytibdiki, "Mayli, Allohdan olib borib 4 ta yetimizga shuni ishlating. Men roziman" debdi. Ayol xursand bo'lib yig'lab, haqqiga duoy xayr qildi. Shunda ketib qopti uyga kirishdan avval Said kirakash aytibdiki, "Endi hozir xotin ko'rsa nima bo'ladi? Qani balonlar desa nima deyman? Janjal bo'lib ketadi-yu. Yaxshisi" debdi, "Aldiyman endi xotinni." Kelib, xotin haqiqatan ham chiqib, "Iya, qani yangi balonlar xo'jayin? Nega qo'ymadingiz buni?" debdi. Xotin debdi, "Bugun vaqtim bo'lmadi, lekin balonlarning 4 ta yangisini olib borib ustaga bergan edim. Usta aytdiki, navbat ko'p, Said. Endigi qachon men o'zim chaqiraman, kelasiz, o'shandan keyin men sizni o'sha balonlarni qo'yib beraman. Balonlarni menga qo'ying" dedi. Shunga ustani ishxonasiga qo'yib keldim debdi. Yolg'onda. Pulni berib yuborgan-ku. Xotin ishonibdi, "Ha, mayli" debsa debdi-da. Oradan 3 kun o'tibdi, 3 kun. Oradan 3 kun o'tibdi. Qarangki, 3-kun kirakashlikdan kelib uyga kirsa, xotini qo'lidagi bir qog'ozni olib qo'liga beribdi. "Adasi, mana ustaxonadan keldi. Bugun navbatingiz kelgan ekan, borar ekansiz" debdi. Keyin shunday olib, agar gapirsam yolg'onligim bilinadi debdi-da, jim o'tirib, ichida olib hammasini ertalabki uxlamasdan o'ylab chiqibdi. "Bu adashdimi bu usta? Nima bo'ldi bu? Nega bunaqa bo'ldi?" deb ertalabki uxlamasdan chiqibdi. Shunda ertalab turib qog'ozni olib shu manziliga boribdi. Manzil yozilganda uni. Borsaki bir usta ishlayotgan ekan. Shunga borib qog'ozni beribdi. "Usta, sizmi falonchi?" desa, "Ha, siz adashdingiz manzilga. Mana qog'ozni jo'natibsiz" deb qog'ozni berib,
Shunda qog'ozni olib, ko'zlaridan yosh chiqqan ekan shu ustam. Aytibdiki, Sayyid kirakasizmi? Ha dedim. Siz qanaqa ehson qildingiz, qanaqa xayrli ish qildingizki, 3 kundan beri 3-kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushimga kirib aytayaptilarki, ey usta, o'sha Said kirakashni o'zingning pulingdan 4 ta yangi balon olib qo'yasan deb aytayaptilar. 3 kecha kunduz bo'ldi. 3 kecha kunduz Rasululloh tushimga kiryaptilar. Saidni agar meni shafaatimga musharraf bo'lsang debdilar payg'ambar alayhisalom shuni tushiga kirib, ustaning tushiga kirib. Agar meni shafaatimga musharraf bo'lishni xohlasang, ey usta, shu Saidni mashinasini, banonlarini yangilab qo'yasan, shuni topasan. Men 3 kundan beri kutyapman. 3 kundan beri Rasululloh tushimga kiryaptilar. Birodar, siz nima ish qildingiz? Ayting. Bu qanaqa ish ekanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunga kirib buyuryaptilar bu ishni. Qanaqa tush ekan? Qanaqa ish ekan u? Qanaqa xayrli ish ekan? Ayting deganda, Said kirakash aytibdiki, buni men qilmadim bu ishni. Bu meni ishim emas. Bu o'sha ayolning duosi va 4 ta yetimning duosi debdi. 4 ta yetimning duosi meni shu darajaga ko'targan shular. Qarang. Shu usta o'zini pulidan yangi balonlarni qo'yib bergan ekan Said degan kirakashga. Bo'lgan voqea mana shu. Qarang. Yetimlarni silasangiz boshini, qarangki Allohu taolo hattoki shunday darajalar ko'tarar ekan, hattoki payg'ambar alayhisalom tushingizga kirar ekan-a? Nega Rasululloh tushlariga kirdi? Nega shu odam tushiga kirdi? Chunki payg'ambar alayhisalom o'zlari yetim o'sganlarda, shuning uchun. Hurmatli azizlar, biz yetimlarni qarash o'rniga borib oshni yeyapmiz. Qanday javob berar ekanmiz qiyomatda?